Salom, aziz bugun biz sizlar bilan Blenderda bazasini ko'rib chiqamiz va Blenderda endi boshlayotganlar uchun nimani bilish kerak va nimadan boshlab o'rganish kerak, mana shu narsani ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu yerda men tutorialga o'tsam, всё. Так, hozircha shu yerda turib turay-da, bu yerda neudobniy joyda turgandirman, но Blenderga o'tsak qulay bo'lib ketamiz. Так, короче, nima? Men Notion'da checklistni yozib chiqdim. Yozib chiqmadim, ChatGPTdan so'radim, yozib berdi va umuman olganda yo'q, to'xtanglar. ChatGPTga yozdi deb turib, bu birdaniga ChatGPT aytgan maslahatni sizlarga to'g'ridan-to'g'ri olib keldim emas. Yo'q. Bu yerda men yozgan narsamni etapma-etap ko'rsatib chiq va esdan chiqmasligi uchun. Видение, misol uchun checklist. Основа Blender для новичков. Nima kerak? Bu yerda короче, kratko tushuntirib boraman. Mana shu narsa bo'yicha tushuntirib boraveraman. Xo'p, bu hozircha kerak emas. Birinchi o'rinda tushuntirishim kerak bo'lgan narsa bu o'zim uchun. Asosan o'zim uchun hamma narsani etapma-etap tushuntirish uchun birinchi o'rinda like, kommentariy, podpiska hamma narsani bosib, yozib like, kommentariy, podpiskani yozib tashlasalaringiz zo'r bo'ladi-da. Короче, Blenderda nimaga u unchalik populyarni? Просто bepul. Shu bepul bo'lganligi uchun populyarni va bepul dasturda siz bemalol, ya'ni yuklab olish juda ham oson. Pulli dasturlarga qaraganda. Pullilardan chunki bepul yuklashni biladi ekanman. Xo'p, populyarni buni qanday yuklab olish mumkin? Ofitsial saytiga kirasiz, Blender bo'ldi, yuklaysiz. Beta, alfa, omega unaqalarini maslahat bermayman, chunki o'zingiz qiynagan bo'lasiz. Shu tipa yuklashni bosasiz va test emas. Misol uchun downloadga o'tasiz. Mana 5.01 versiyasi bor va buni yuklab olsangiz bo'ladi. Nimaga betalarni maslahat bermayman? Betada sizda ustida test o'tkazadi. Odatda Blenderda beta versiyasida ishlatgan odamlar qanaqadir xatoni ko'radi, Blenderga yozaveradi, ular xatoni to'g'rilaydi. Shu. Yoki ikkinchi varianti bor Blenderda yuklash. Steamga kirasiz, Steamda yuklab olasiz. Men ham oxirgi payt Steamdan yuklab olishni boshladim va Steamda ishlatishni boshladim. Nima uchun? Steamda yuklab olganingizdan keyin siz necha soat umumiy ishlatganingizda, shu dasturda necha soat ishlatganingizni ko'rib tursa bo'ladi. Bu sizga anchagina yordam, motivatsiya berib turadi. Yana ham ko'proq o'rganishga, yana ham ko'proq vaqt ajratishga, prosta ko'rib turish. Chunki men mana buni ana KSda misol uchun 553 soat o'ynagan deb turib ko'rsatib turadi va bu qanaqadir darajani ham ko'rsatadi-da. Ya'ni men bilaman, что 500 soat o'ynayotganlar ichida qandaydir darajada bor u bu narsa degan narsani. Короче, prosta bu yerdan yuklab olsangiz yaxshi. Xo'p. Blenderda ochamiz. Blenderga kirganda qanaqadir proyektlar, nimalardir bor. Bu hozir bizlarga muhim emas. Bu yerda asosiy va eng birinchi boshlashimiz kerak bo'lgan narsalar Blenderda o'zimizga moslab turib o'zgartiraylik. Men oldinlari bu narsaga unchalik e'tibor bermasdim. Nimaga? Chunki, oddiy shu Blenderda o'zimizga moslashtirish boshqalarnikidan ko'ra farqli bo'lib turadi. Bu qiziq. Xo'p, birinchi o'rinda sistemaga o'tamiz va sistemada nastroykalarni ko'rib chiqamiz. Agar qarang, video karta sizda Nvidia'niki bo'lsa, boshida sizda mana bu yerda Nanda turgan bo'lishi mumkin. Nanda turibdimi? To'g'rilaymiz. Qanday qilib turib video kartamizga moslab turib to'g'rilaymiz? Birinchi o'rinda Vulkanni tanlaymiz. Bu 5.01 versiyasidan boshlab Vulkanni tanlab olamiz. Xo'p, Vulkanni tanladik, video karta. Qarang, agar sizda GTX video kartalari bo'lsa, menda misol uchun RTX deb yozilgan, shu sizda GTX bo'lsa, demak CUDAni tanlaysiz. Renderda ham test qilib ko'rsangiz bo'ladi. Misol uchun, men hozir mana shu sahnani o'zini Palamandaniga EV Cycles GPU da qilib ko'raman. Qarang, menda hozir CUDA turibdi va RTX 3070 da turibdi. Bu yerda unchalik ham tak Cyclesda 4000 emas, 64 ga qo'yib qo'ydik va renderga berib ko'ramiz. Tak 0.18 millisekundda qilib berdi. Xo'p, mana bu yerda slot 2 ni tanladim. Nima uchun? Ikkinchi render qilaman-da hozir. Xo'p, endi buni o'zgartiramiz. Misol uchun Intel'da protsessorda qo'yib qo'yamiz. Protsessorda o'zida bitta render qilib ko'ramiz. Ya'ni sizga qaysi biri qulayroq, qaysi biri yaxshiroq tushishini bilish uchun. Xo'p, qarang, 4 sekund 46. Ya'ni tak slot 1. To'xtang. Demak, boya adashman, 0.18 millisekund degani bu adashganman. Mana hozir 3.26 video kartada 4.46 protsessorda o'zida qildi. Xo'p, endi xuddi shu narsani o'zgartirib ikkalasini ham yoqib ko'ramiz. Ikkalasini ham yoqib ko'rdik. GPUda turibdi. Render animation. Ko'ramiz, qaysi holatda qanday tezroq. 3.21. Tak, 3.26. Protsessorda qo'shsangiz bo'ladi, lekin protsessoringiz issiq bo'lsa yoki protsessorda unchalik qiynashni xohlamayman desa, o'chirib qo'yganingiz yaxshiroq. Va 4-slot. Bu boya aytganimdek, faqat sizda RTX emas, GTX video kartalari bo'lsa, CUDAni ishlatganingiz yaxshi. Agar sizda Optix bo'lsa, Optixni o'zida ishlatib ko'ramiz RTXda. Xo'p, RTX bo'lsa, Optixni ishlatish kerak. Xo'p,
buni render qilib ko'ramiz va 3:45 qildi. Sal ko'proq vaqt qilgan bo'lishi mumkin, lekin jihatdagi sal qiyinroq sahnalarda bu ancha yaxshiroq beradi. O'z sahnangizda bir tekshirib ko'rsangiz bo'ladi, no mana bu narsa Optics yaxshiroq bo'lishi kerak. Xo'p, undan keyin protsessorda ham qo'shib ko'rsangiz bo'ladi. Va oxirida o'zingizga mos bo'lganini qaysidirida tanlab chiqasiz. 323, 326, 321. Короче, o'zingizga qaysi mos bo'lsa, o'shani tanlab chiqasiz. Lekin sizda Nvidia'ning video kartasimiz, misol uchun AMD'ning video kartasi bo'lsa, HIPga o'tkazamiz va HIPda AMD'ning video kartalari yoki AMD protsessorlari bo'lsa, shunda ishlatasiz. Menda Intel, mana ko'rib turganingizdek Intel. Tipo AMD bo'lsa, siz HIPga o'tkazasiz. Agarda sizda Intelning video kartalari bo'lsa, unda One AP ni ishlatasiz. Intelning video karta, Intel Arc shunaqa video kartalar bo'lsa, buni ishlatasiz. Xo'p, buni tushundik. Men Opticsda buni o'zida qoldim. Keyin Get Extensionga kiramiz. Endi mana bu yerda interfeysni to'g'rilagandan yo'q. Get Extensionga kirishdan oldin mana bu yerga bunday o'tamiz. Windows Steps degan narsa bor. 128 ga chiqarib qo'ysangiz bo'ladi. Agar operativ xotirasi kamroq bo'lsa, 64 ga qo'ying. 32 da turgan bo'ladi o'zi. 128 normal menimcha bu holatga o'tkazib qo'ysa bo'ladi. Mana bunda yoqib qo'yamiz. Nima qiladi mana bu Windows Steps? Ya'ni Ctrl Z ni men misol uchun mana buni tepaga siljitib qo'ydim. Ctrl Z ni bosdim, orqaga qaytara oldim. Bu bitta qadam orqaga qaytdim. 32 ta tursa, 32 ta qadam orqaga qayta olasiz, bo'ldi. Undan dalcha qayta olmaysiz. 32 ta qadam bu juda kam. Operativ xotirasida ancha yengillashtiradi ishlashiga, lekin ko'p vaqtlar orqaga qayta olmay qolasiz. Shuning uchun 64 yoki 128 ga qo'yib qo'yganingiz yaxshiroq. Xo'p, tushuntirib o'tdim buni. Tak. Aha, bularni tushuntirdim. Endi mana bu Get Extensionga kiramiz. Get Extensionda mana bu yerda allow access degan narsa turadi. O'shani bosib qo'yasiz, ya'ni internetga ruxsat berish. Men hozir ko'rsatib o'taman qanday ko'rinadi. Mana buni o'chirdim, Get Extensionga kirdim. Mana allow online access yoqdim. Bu yerda visit extension platformaga kiramiz. Bu nima bu? Bu yerda siz ko'rib chiqsangiz bo'ladi, har xil sahnalar, boshqa narsalar bor, ularni yuklab olsangiz bo'ladi. Addonlar bor, addonlar yuklab olsangiz bo'ladi. No, bizlarga hozir temalar qiziq. Temalarga kirsak, mana Blender'da interfeysini mana shunday o'zgartirib beradi. Xo'p, bu yaxshi. No, o'zingizga birontasi yoqqanini tanlab olsangiz bo'ladi. Misol uchun mana bu qiziq ekani, lekin slishkam rang-parangmi? Agar kimgadir prям такой qop-qora kerak bo'lsa, mana dark. Полностью qop-qoraga o'zgartirib beradi menga. Mana bu yoqqanday bo'ladi. Buni qanday o'rnatasiz? Tak, orqaga. Mana get time deb bosasiz. Browser. Tak. Просто drag and drop qilib turib yerga tashlaysiz. Blenderga drag and drop qilasiz. Checking. Okay. Va ozroq kutsangiz, mana Blender o'zi o'zgardi. Mana shu holatda men ishlatib boraman hozir endi bu dars davomida. Xo'p. Blenderda lekin bu sizlar uchun juda qorong'u bo'lib qolganday bo'ldi. No'qay. Video sifatli bo'ladi. Shu uchun menimcha ko'rinib turadi hamma narsa. Bitta narsani ko'rmoqchiman. Bo'lsa screencast case. Mana buni o'rnatib qo'yaman. Juda sal qotgandek. Xo'p, screencast case bu mana bu yerda qaysi tugmalar bo'lsa, o'shalarni ko'rsatib qo'yaman. Xo'p, bonsai sal kattartiraman. Bu yerda evet hol status. Sho, bo'ldi. Bu narsani to'g'rilab qo'ydim. Show last operation. Tak. Bo'ldi. Qarang, Blenderda asosiy aylanish yoki boshqarish funksiyalari qanday? Mishkani o'rta qismini bossasiz, mana middle mouse deb bosilyapti. Middle mouse deb bosib aylantirsangiz, siz sahnani atrofida aylana olasiz. Mishkani aylantirsangiz, yaqinlashtirasiz, uzoqlashtirasiz. Bu tushunarli. Mana well up, ya'ni oldinga aylantirsangiz mishkani o'rtasini yaqinlashadi, orqaga aylantirsangiz uzoqlashadi. Xo'p, Ctrl deb bosib mishkani o'rtasini bossangiz, bu ham tipa yaqinlashadi. Ya'ni mana shu holatda hech qayerga siljib ketmasdan yaqinlashib borsangiz ham bo'ladi. Prosta mishkani o'rtasini bosib, Ctrl deb bossangiz yaqinlashadi bo'ladi. Shift deb bosib mishkani o'rtasini bossangiz, siz atrofga siljishingiz mumkin. Misol uchun men hozir o'rtada turibman, mana bu yerga yaqinlashdim, lekin men bu yerga kelmoqchiman. Shift bosib, bunday qilib yaqinlashib borsangiz bo'ladi. Ya'ni o'sha joyda o'ziga yaqinlashib kelishingiz mumkin. Yoki Alt deb bosib turib, mishkani aylantirsangiz bo'ladi. Bu yerda vid o'zgaradi. Ya'ni to'g'ridan qaraysiz, yonboshdan qaraysiz, mana shu narsani o'zgartirsa bo'ladi. Yana bitta qo'shimcha narsa, agar sizda numpad bo'lsa, numpad bu strelkalardan keyin klaviaturada 1 2 3 4 5 raqamlari. O'sha yerda misol 1 deb bossasiz, to'g'ridan qaraysiz, 3 deb bossasiz, orqadan qaraysiz, yonboshdan qaraysiz, mana bu yerda ko'rsatib 1 front, 7 top, 9 bottom, 3 right. Agar shuni Ctrl deb bosib qilsangiz, o'shani qarama-qarshi tarafga bo'ladi. Bir boya
front bo'lsa, Ctrl 1 bossam backni ko'rsatadi. Xo'p, buni tushundik. Xuddi shu narsani mana shu qilgan hozir narsalarimizni ko'rinar ekan. Mana bu yerda ham qilsa bo'ladi. Bu yerda ham siz bemalol shu narsani qila olasiz. Misol mana bu aylanish, mana mushkani o'rtasidan aylantirish, bu yaqinlashib uzoqlashish, mana bu chap o'nglarga siljish, bu kameraga kirish. Lekin maslahat bermayman bu joyda. Mana bu yerda obyektni qimillatish, siljitish uskunalari bor. Buni animatsiyasini bir ko'rsatib o'taman, agar qayerdandir topsam, umumiy olganda qanday qilib aylantirish mumkin. Buni ham xuddi shunday obyektni tanlab, misol uchun transformda tanlab, transformda siljitsangiz bo'ladi. Strelkalar x, y, z o'qi bo'ladi. Buni qanday tushuntiraman? Qarang. Ya'ni qanday bilsa bo'ladi. Mana yashil o'q bu y, z, x. Shu o'q bo'yicha qimillaydi. Agar strelkani tortsangiz bitta shu o'q bo'yicha qimillatadi, agar ko'kni bossangiz ikkita o'q bo'yicha siljitadi. Misol ko'kni tanladik, ko'k to'rtburchakni tanladik, bu z o'qiydi. Z dan tashqari har tarafga siljit degani. Mana shu z dan tashqari har tarafga siljityapman. Xo'p, scale bor, rotation bor. Ya'ni rotation bu aylantirish obyektni chapga o'ngga tepaga aylantirish, scale bor, buni kattartirish, siljitish, xuddi shunday boyaga narsa mana. Z o'qidan tashqari siljit qayergadir. Buni har taraflama qilsa bo'ladi. Lekin buni bu tarafdan o'rgangandan ko'ra T ni bosib yashirib qo'ying, bu prosta xalaqit berib o'tiradi va vaqtingizni ko'proq ketkazasiz bu yerda. Undan ko'ra misol buni siljitmoqchi bo'lsangiz G ni bosing va G bilan siljiting. Agar faqatgina bitta o'q bo'yicha siljitmoqchi bo'lsangiz, X ni bosasiz, X bo'yicha siljitasiz. Y ni bosasiz, faqatgina Y bo'yicha siljiydi. Z ni bosasiz, faqatgina Z o'qi bo'yicha. Shift bilan misol Y ni bossangiz, qarang, Y bo'yicha orqaga keta olmayapman. Tepaga ko'tara olaman, chapga o'ngga bora olaman, pastga tusha olaman, lekin oldi orqaga bora olmayman. Chunki Shift Y ni bosdim, Y dan tashqari qolgan har bir o'q tarafga siljitigan. Shift Z ni bossam mana orqaga bora olaman, oldinga kela olaman, chapga, o'ngga, lekin tepaga chiqa olmayman. Yonboshlarga bora olaman, tepaga chiqa olmayman. S ni bossangiz kattartiradi. Xuddi shunday Z, X yoki Y. Xuddi shu bo'yicha siljitsangiz bo'ladi. Xo'p, R ni bossangiz aylantiradi. Xo'p. Bundan tashqari nima bor yana? Asosiy ishlatilayotgan narsalari bu qayerga kelib qo'ydim o'zi tushuntirish bo'yicha. Shift D misol uchun duplikat qiladi. Shift D ni bossangiz kopiyani tayyorlab beradi. Keyinchalik qarang, Shift D keyin birdaniga X ni tanlasangiz yoki Y ni tanlasangiz, faqatgina shu Y o'qi bo'yicha siljitasiz. Lekin bu yerda yana bitta funksiyasi bor. Misol hozir buni Shift D bilan qildim. Alt D ni bosib ham kopировать qilsangiz bo'ladi. Agar sizda sahnada millionta nimanidir tayyorlash kerak bo'lsa, misol uchun millionta daraxt tayyorlash kerak bo'lsa, alt ni ishlatgan yaxshiroq. Nima uchun? Qarang. Bu ham bundan bo'lgan. Bundan bo'lgan deyish noto'g'ri ekan, qarachi farzandlari. Xo'p, qanday qilib turib to'g'rilaymiz? Mana bular endi qarang, tabni bosdim, hozircha bu muhim emas, tabni tushuntiraman. Hozir ko'rsatib o'tmoqchi bo'lgan narsa bu nima? Gana bosib siljitsam, mana bu ikkitasi buni orqasidan birga-bir takrorlaydi. Nima uchun? Chunki alt ni qildikdan bu как бы kopiyasini tayyorladi, lekin bundagi, ya'ni birinchisi asosiy kopiyadan chiqqan holati birga-bir takrorlab boradi. Ya'ni bu nima qilsa, qanaqa o'zgartirish kiritilmasin bunga, bu ikkitasiga ham xuddi shunday o'zgartirish kiritiladi. Agar siz alt D bilan buni nima uchun kerakligini bilmasdan tayyorlab qo'ysangiz, keyin asosiy obyektni bitta o'zgartirib qo'ysangiz, unda qolgan obyektlar ham o'zgarib ketadi shunga qarab. Va bu holatda bu farzandlari dedim, mana bu bilmayman. Qo'shnisi Shuster bo'lgan, shuning uchun bunga tegishli emas. Xo'p. Shunga mana bu holatini bemalol siljita olasiz, bu holatni siljita olmaysiz. Mana shu kopiyalar tayyorlash. Alt D, Shift D, shu ikkalasini tayyorlash mumkin. Xo'p, yana bir marta tayyorlab qo'ydim. Shift A bor. Obyektlarni qo'shish. Bu yerda ham kim nechta bo'limga bo'lingan. Misol uchun mesh bu qattiq obyektlar. Buni o'chirib qo'yamiz. Curve bu bunaqa chiziqlar. Bu keyinchalik animatsiya yoki boshqa nimalarga kelgansiz tushunib olasiz. Hozirda o'zida ham misol ishlatib qimillatib ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerda har xil yo'nalishlar bor, ya'ni curve'da har xil taraflari bor va bu degani bor, bu jun tayyorlash. Bu qaysidir bir obyekt bo'lishi kerak. Misol uchun plane bunga for'ni qo'shib va mana shunaqa tipi tushunchalarini tayyorlasangiz bo'ladi, yungini. Xo'p. Metabol bular hozircha muhim emas. Tekst tayyorlasangiz bo'ladi. Dim tayyorlasangiz bo'ladi. Osmon nimadirlar, shunaqa bulutlar ya'ni yokida dimkani, misol kimdir sigaret chekdi va butun xonani tutun qilib tashladi. Mana shu narsani bu yerda tayyorlasangiz bo'ladi. Xo'p, armature bu odamning suyagiga o'xshagan narsa, ya'ni suyak tayyorlab chiqish va animatsiyaga bog'liq bo'lgan narsalar. Latik. Bu meshni o'zingiz xohlaganingizday harakatga keltirish, ya'ni aylantirish, qimillatish shu narsa. Empty obyektlar bular
odatda bitta obyektni qaysidir, ya'ni bitta obyektni bitta narsaga bog'lab qo'yib va uni keyinchalik qimirlatib yoki animatsiya qilish uchun ancha muhim narsa. Image, light, yorug'liklar, kamera, speaker и fizika. Ya'ni shamol, tipi shunaqa narsalar, magnetik qanaqadir bir fizik xossalarni qo'shib chiqish. Xo'p, meshga kiramiz. Bu yerda meshda hammasini qo'shib chiqsangiz bo'ladi. Bu o'zingizga qaysi ma'qul, qaysi kerak, o'sha narsalarni qo'shib chiqsangiz bo'ladi. Menga hozircha ko'p va Blenderda ishlagan paytda sizda ikkita holat bor. Ikkita emas, 3 ta, 4 ta, 5 ta holatlar bor. Ya'ni 1 2 3 6 ta holat bor. Asosiy ikkitasini gaplashib o'tamiz. Bu nima? Object mode. Mana bu joyga qarasangiz object mode. Object mode bu yerda siz obyekt tayyorlaysiz va obyektni qayergadir qimirlatib silitasiz. Va ba'ziviy qanaqadir o'zgartirishlar kirita olasiz. Kattartirish, kichiklartirish, lekin bu yerda qilmasligingizni maslahat beraman. O'rganib boraverganingizdan keyin o'zingiz tushunasiz nima uchun bu yerda ko'p o'zgartirishlar kiritish kerak emas. Edit mode bor. Edit modga tab bilan kirsa bo'ladi. Tabni bosdingiz, edit modga o'tdingiz. Xo'p. Edit mod nima? Edit modda siz bu obyektni xohlaganday o'zgartirishingiz mumkin. Misol uchun bitta to'rtburchakni tanlab turib, bilmayman bir misol tak грубый bir to'rtburchak mana shu holatiga olib kelib qo'yib, keyinchalik bir oyoq kiyim tayyorlasangiz bo'ladi. Va buni tipi grup holatiga olib kelib turib, shu oyoq kiyimni qandaydir tayyorlab chiqsangiz bo'ladi-da. Mana shu narsa. Yoki umuman olganda xohlaganingizdek o'zgartirib boraversangiz bo'ladi. Edit modda asosiy qanaqa tugmalari bor. Edit modga tabni bosasiz va bu keyinchalik siz qaysidir darsliklar ko'rayotgan paytingiz, ya'ni nimanidir takrorlayotgan paytingiz e'tibor bering. Siz edit moddamisiz, object moddamisiz? Chunki qarang. Shift ani bosdim, men bitta mankini tayyorladim. Buni tepaga ko'tarib qo'ydim. Edit modda tayyorlab qo'ydim. Chiqsam, edit moddan object modga o'tsam, bo'ldi. Ikkalasi bitta obyekt bo'lib qoladi. Buni hech qandaysiga to'g'irlay olmayman, o'zgartira olmayman. No, to'g'irlasa bo'ladi, o'zgartirsa ham bo'ladi. No, qo'rqitib qo'yishim kerak, hech qandaysiga o'zgartirib olmaydi deb. Shuning uchun shunaqa. Xo'p. Tak, bazani tushunib oldik. Yana nima qilsa bo'ladi bu yerda? Misol, mana bu yerda 3 ta uskuna bor. Bu yerda klaviaturada 1 2 3 ta bossangiz, o'zgaradi, bir-biridan o'tadi. Birinchisi vertexni tanlaydi. Vertex bu mana bunaqa nuqtalar. Va bu nuqtalar ikkita nuqta bir-biriga bog'lansa, bu mana bu ikkinchisini tashkil qiladi. Edge, ya'ni bitta qirrani tashkil qiladi. Agar shunaqa qirralar 4 ta bo'lsa va 4 talasi ham bir-birini yopsa, bitta yuzani tashkil qiladi. Mana bitta nuqta, bu yerda ikkita nuqta, 3-inchisi bu bitta yuzani tashkil qilyapti. Mana shu holatda qandaydir o'zgartirsangiz bo'ladi, ya'ni 1 2 3 bilan. Xo'p, buni tushundik. Tak, bu yerda asosiy yana nimalar bor? Control R ni bossangiz, obyektni Ctrl R ni bosgandan keyin mishkani hech qaysi tugmasini bosmasdan prosta siljitsiz, bitta obyekt o'rtasida chiziq yana o'tkazsangiz bo'ladi. Mishkani g'ildiragini aylantirsangiz, o'sha chiziqlarni ko'paytirsangiz yoki kamaytirsangiz bo'ladi. Lekin nima qilasiz agar siz o'rtaga emas, sal chetroqqa qo'ymoqchi bo'lsangiz? Unda u holatda tanlaysiz qayerga qo'ymoqchisiz, mana shu tarafga qo'yib, keyin mishkani o'rtasini, mishkani chap knopkasini bir marta bosganingizdan keyin siljitsangiz bo'ladi, qayergadir qo'yishni. Agar siz bu holatda sal adashib siljitib yubordingizdan va markazini topib, markazga qaytarib qo'ymoqchi bo'lsangiz, mana topish qiyin. Markazni topish qiyin. Mana bu yuqoridagi mana bu raqamga qarab turib topsa bo'ladi. No, siz escape yokida o'ng knopkani, mishkada o'ng knopkani bir marta bossangiz, o'z holiga qaytadi, ya'ni markazga tushadi. Xo'p, buni ko'rdik. Bu aylanani keyin qo'shganingizdan keyin mana misol xohlaganingizda o'zgartirishlar kiritsangiz bo'ladi. Xo'p, yana Ctrl R ni ko'rdik. Obyektning yuzasini tanlab turib, Y tugmasini bossangiz, o'zbekchada E tugmasini bossangiz, mana extrude qilsangiz bo'ladi. Bitta obyektdan qo'shimcha geometriyani cho'zib chiqarish, mana shu narsa. Ya'ni mana bu nima farqi bor? Misol uchun mana bu yerda G ni bosib turib tepaga ko'tarsa bo'ladi, Z bo'yicha, lekin bu polностью tortadi. Y ni bosib turib tepaga ko'tarsangiz, unda mana shu chiziqda ham qirrani qoldiradi, bitta qirra qoldirib va tepaga ko'tarib ketadi. Xo'p, bu narsa edi. Tak, keyin I tugmasi bor. I ni bossangiz o'sha qirrani kichkinartiradi yoki kattartiradi. Keyinchalik kattartirib, misol mana bu 4 tarafini shift bosib turib tanlab chiqdim. Unda esa ko'tarib chiqsangiz bo'ladi va ichida nimadir qolib ketyapti. Mana shunaqa holatlarni tayyorlasangiz bo'ladi. I ni bosib turib. Xo'p, bu ham mana bu edit modda bazasi edi. Va K harfi bor, pichoq. Bu o'zingiz xohlagandek, misol uchun obyektni kessangiz bo'ladi. Misol mana va saqlanib chiqib qo'ymoqchi bo'lsangiz, enter deb bosasiz va mana o'zingiz xohlaganingizda qiyshiq kessangiz bo'ladi. Yoki K deb bosib turib, misol mana bu yerda, mana bu yerga va mana bu yerga qaytarib kesdingiz, keyin bunday qo'yib, 3 ta bosib, mana shu yuzani o'zini chiqarsangiz bo'ladi. Mana shunaqa narsa. Xo'p, buni tushundik. Endi
edit mod object modga o'tdikdan keyin object modda dальше tushuntirib boraman. Xo'p, 3 ta variant bor bu yerda. 4 ta variant bor. Wireframe'ni ko'rish, bu setkasi. Bitta obyektni setkasini ko'rish, ya'ni aringan holatini ko'rish. Ikkinchisi solid mod, har doim emas, bir 90% ishsiz mana shu holatda o'tadi wireframe va mana shu ikkalasida solid modda o'tadi. Solid moddan material preview bor. Material previewni unchalik maslahat bermayman. Bu yerda o'zi qanaqadir bir rang yoki boshqa nimadirlar bersangiz, o'sha narsani ko'rib tursa bo'ladi. Ya'ni qanaqa o'zgartirishlar kirityapsiz, mana shu narsani ko'rib tursa bo'ladi. Lekin material previewni maslahat bermayman. Birdaniga agar renderga o'tsangiz bo'ladi, ya'ni oxirgisiga o'tsangiz bo'ladi. Nima uchun birdaniga renderni maslahat beryapman? Chunki material previewda Blender unchalik ham yaxshi ishlolmaydi va chiqib ketish ehtimoli ko'p. Именно material previewda. Xo'p. Material previewni ko'rdik. Keyin render bo'limi bor. Render bo'limida bizlarda ikkita render turi bor. Eevee da turadi o'zi bazaviy, Eevee va Cycles. Eevee va Cycles nima? Eevee oddiroq, tezroq render qilib beradigan dvijok, Cycles qiyinroq, ko'proq hisob-kitoblardan iborat va ko'proq vaqt render qiladi sizga va sifatliroq qilib beradi. Oddiyroq nastroyka bilan sifatliroq narsani chiqarib beradi. Cyclesda Eevee'da ham shu narsani qilsa bo'ladi. Hozirgi vaqtlarda Eevee anchagina kuchli. Xo'p. Jack. Nima? Qaysiga kelmasmi? Tak, polygon optimizatsiya. Tak, aha. Yana bitta narsa. Siz keyinchalik modellarni tayyorlasangiz, mana Suzanani premyerada ko'rsataman. Shift R deb bossangiz, keyin bir xil takrorlab ketadi. Qarang. Buni statistikasini ko'raman. Har bir obyektda o'zini poligonlari bor. Misol uchun mana bunda 507 ta ekan. Bunda ham 507 ta. Bunda ham 507 ta. No, ketdik. Har birini ko'rsatib borsam, misol uchun mana bunga 1, bunga Ctrl 2, bunga Ctrl 3, Ctrl 4, 5. Все. Короче, har birini 2 barobar ko'payib boryapti. Vertexlari 2 barobar ko'proq bo'lyapti, qarang. Va har biriga o'tib borsangiz, o'zi sifatlashib boryapti. Sifati oshib boryapti. Xo'p, mana bunda 507 ta, bunda 2000 ta, bunda 7000, 8000 ga yaqin. Bunda 31000, bunda 126000, bunda 504000. Xo'p, 504000 ligi eng sifatlisi ko'rinyapti-da, ya'ni qarang. Lekin 504000 bilan mana 504000 bilan mana buni farqi yo'q, 126000 ga. Xo'p, agar wireframe ga o'tsak nima bo'lyapti mana? Wireframe da mana buni mana bu yerda ham yoqib qo'yish kerak, wireframe da ham ko'rish uchun. Tak, edit mod. Tak, bu yerda ko'rinmayapti-da. Edit modga o'tamiz mana. Edit modga o'tganda ham vertexlarni ko'rsak ko'proq bo'lyapti va ko'proq holatlarda ishlab boryapti. Xo'p, lekin bizlarga hozir bo'lmas. Bizlarga bunchalik darajada ko'p kerak emas. Mana bunaqa holatda kerak emas. Siz har doim ham ko'p vertex sizga modelni sifatliroq qilib beradi deb o'ylamang. Qarang, mana buni tanlaymiz. 2x subdivision berilgan. Subdivisionni ham keyin tushuntiraman. Alt ni bosaman. Nimaga alt ni bosdim? Qanaqadir o'zgartirish kiritsam, ikkalasiga ham ta'sir qiladi. Xo'p, buni tanlayman-da, qarang. Mana bu uchinchisi, bu oxirgisi. Buni ko'rsak 7000 ta, buni ko'rsak 500 ta. Xo'p, nima farqi bor? Endi qarang, 10 knopkani bosib turib, shade smooth qilsam yoki shade auto smooth qilsam, mana. Endi qarang. Mana bunda hali ham 8000 ta, bunda 54000 ta. Lekin sifat va ya'ni hech qanday o'zgargani yo'q. Sizga 500 ta vertex bitta mana shu maymun uchun kerak emas, Suzana uchun kerak emas. Suzana deyman, chunki oldinlari Suzana edi bu ismi. Unga kerak emas. Mana shu 7000, 8000 shu atrofdagilar ham bo'ladi. Agarda mana bunaqa obyekt bo'lsa, unchalik ham detali ko'p bo'lmasa. Xo'p, tim bolli agar sizda qanaqadir kubik, kvadratik yoki boshqa narsalar bo'lsa, bunaqa holat kerak emas. Xo'p, buni o'chirib tashlaymiz hammasini. Tak. Yana nima? Outlinerga o'tdik. Mana bu yerda siz outliner bu scene collectionga o'tsak. Bu yerda nima? Bu yerda har bir obyektingizda nastroyka, ya'ni nechta obyektingiz bor, qayerda bu joylashgan o'sha narsalarni ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Ismlarini o'zgartirsangiz bo'ladi. Ko'rinmaykan qilsangiz bo'ladi. Faqat sahnada ko'rinmasin. Mana bu sahnada ko'rinmaydi. Mana. Lekin render qilsam, renderda ko'rinadi. Buni o'chirib qo'ysangiz, renderda ham ko'rinmaydi bu narsani. Render pustoy bo'lib turadi. Xo'p. Buni ko'rdik. Mana bu yerda properties nastroykasi bor. Birinchi o'rinda siz cyclesda nastroyka qilsangiz bo'ladi bu yerda, ya'ni cycles renderda holatlarini nastroyka qilib borish bu yerda. Ikkinchisi, kameraning nastroykasi. Qanchalik katta, kichkina, necha FPS da oladi videoni, nechta kadr bo'ladi. Shu narsalarni o'ylab borsangiz bo'ladi. Keyinchalik renderga chiqargan paytingiz rasm sifatidami, video sifatidami mana shu yerda hammasini qilib borsa bo'ladi. Undan keyingisi, bu yerda o'zi menimcha ishlab boraverganingizdan keyin, ya'ni Blenderda o'rganib boraverganingizdan keyin, chunki bu shu bilan o'rganishni to'xtatmaysiz menimcha. Bundan keyin yana yangi narsalar o'rganasiz. Shuning uchun
bunga yetib kelasiz degan umiddaman, chunki bu qiyin narsa. Qisqacha qilib aytganda, renderda har doim ham bitta rasm sifatida to'liqlanib chiqarmasa ham bo'ladi. Qanday qilsa bo'ladi? Alohida chuqurlik, ya'ni sahnani chuqurligini alohida chiqarishingiz mumkin. Sahnani pozitsiyasini, ya'ni sahnadagi yorug'liklarni alohida, soyani alohida chiqarsa bo'ladi va bu narsani shu yerlarda qilsa bo'ladi. Mana bu passes deyiladi. Bu misol uchun depth, mist, position, normal o'sha narsalar alohida chiqarsa bo'ladi yoki mana bu yerda, ya'ni yorug'liklarni alohida chiqarsa bo'ladi. Kryptomate'da alohida chiqarsa bo'ladi. Bularni o'rgangan sari tushunib borasiz. Bu yerda scenani nastroykalari, misol uchun gravitini o'chirib qo'ysangiz, gravitatsiya butun sahnada o'chadi va hech qanaqa obyekt pastga tushib ketmaydi yoki yuqoriga chiqib ketmaydi. Mana shunaqa nastroykalari. Mana bu bazaga kerak bo'lgan narsa bu yorug'lik. Sahna qanchalik yorug' bo'ladi, qanchalik xira bo'ladi. Mana misol uchun buni ko'paytirsak yorug'lashib ketyapti, xiralashib ketyapti. Agar oq yorug'lik berib tursa, qora bersin yokida boshqa dunyo yorug'ligi bersin, lekin bu narsa bilan unchalik ham berilib ketmasligingizni maslahat beraman. Nima uchun? Chunki buni yorug'ligini qanchalik ko'p o'zgartirsangiz, obyektlar step rangi shunga qarab o'zgaradi. Chunki sizda yuzingizga qizil rang tushib tursa, yuzingiz ham sal qizaradi. Ya'ni qizil rangda aksini qaytarib turadi. Bu yerda ham xuddi shu narsa bo'ladi. Xo'p, kolleksiyalarning nastroykasi bu ham bizlarga muhim emas. Obyektni nastroykalari. Bu yerda muhim, buni ko'rib chiqsa bo'ladi. Boya aytganimdek G, Z, X yoki Y qilib turib qayergadir obyektni silishsa bo'ladi. Bu yerda o'sha narsani o'zingiz me'morlik qilsangiz bo'ladi. Xo'p. Bu yerda ham xuddi shunday, lekin bu yerda aniqroq silishsangiz bo'ladi. Yo'q, aniqroq bo'lmaydi. Agarda G, Z, X, Y larni tushunsangiz, misol uchun mana men buni G, X 2 metrga silishmoqchiman va qarasam haqiqatan 2 metrga silishdim. Prosta numpadda 2, 3, 25, 30, 500 yozsangiz o'shanga qarab silishadi. Xo'p, modifikator bo'limlari bor. Modifikatorda sizga tegishli bo'lgan modifikatorlar bor. Ya'ni sizga sahnangizga yordam beradigan edit modifikator, bu edit bo'limiga ko'proq tegishli bo'lgan modifikatorlar. Generate bu misol bitta obyekt kopiyasini tayyorlab tashlash, misol uchun mana kopiyani ko'paytirish, kamaytirish, orasini ochish, yuqoriga, chapga, o'ngga, misol mana aylantirish, scale kattartirib borishi, mana shu narsalarni o'zgartirsa bo'ladi. Bu oxirgi payt anchagina yaxshi o'zgargan, chunki oldini array bu darajada yaxshi ishlamasdi. Xo'p. Keyin nima bor? Array legacy bor. Bu mana oldingisi qanday ishlagan? Mana shu holatda ishlaganda oldingisi bilmayman hozir kimgadir kerakmi yo'qmi, boboda kerak bo'lishi mumkin. Va yana bitta narsasi, misol sizda boyagiday mankeyni oldimdaniga generate'da subdivision surface degan narsa bor. Mana sahnaga ko'proq setga ko'proq vertex poligonlar beradi va model sifatlashishi boradi. Lekin mana bu chiziqchalar yo'qolsin deb turib qo'shaverish noto'g'ri. Mana misol uchun 6 marta qo'shdim, o'zi 2 millionta bo'lib ketdi. Bu noto'g'ri. Bu ikkita tursa ham bo'ladi. O'ng knopkani bosasiz, shade smoothni bosasiz va bo'ldi, silliqlashadi. Agar shu ham yetmasa, unda qo'shsangiz bo'ladi. Xo'p, levels viewport. Bu viewportda qancha bo'lishi? Mana buni kamaytirsam, qarang, renderga o'taman. Bu yoqda ko'paytirganim bilan ham, qanchalik darajada ko'p qilmaganim bilan ham mana bu yerga qarasak, xiralashib boryapti. Tak, obyektimizda svet yo'q, svet qo'shaydi. Render, qarang. Qanchalik ko'p qo'shmasam ham baribir ham bu holatda tak. Mana bu yerda sifatli, lekin bu yerda sifatli emas. Ya'ni levels of viewport siz ko'rib turganingizga javob beradi. Render bu render qilganingizda itogi qanday bo'ladi? Kompyuter kuchsiz bo'lsa, bunda nima qilasiz? Masalan, mana buni 2 marta ko'paytirdingiz, ko'rdingiz, sifatli, sizga ma'qul tushdi. Ma'qul itogi. Tasavvur qiling, ma'qul tushdi sizga mana shu narsa. Bu yerda o'chirib qo'yasiz, bu yerda ikkida turaveradi. Shunda siz xohlagan paytingiz renderga bersiz, mana bunaqa sifatli model bo'lib turadi. Xo'p, subdivision modifikatorlarda eng keraklisilarni mana shu ko'rib chiqdik. Keyinchalik o'zingiz ham ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Materiallar bor. Materiallarga hozir o'tamiz. Bu yerda prям bazani tushuntirdim. Bazam tushunarli. Qarang, deqlik shadingga o'tamiz. Shading bo'limida bizlar o'zi to'liqroq bu obyekt bilan ishlashni boshlaymiz. Ya'ni nima qilamiz? Bu obyektni tanlab, mana bu yerda shader editorda new ni bossak bo'ladi, yangi material qo'shamiz. Yangi material nima? Base color bu tayyor bitta colorni berish, ya'ni qanaqadir bitta rang berish. Xo'p, metallic bu sizda obyektingiz temirdan qilinganmi yoki temirdan qilinmaganmi javob beradi. Mana shu holatda siz eslab qolishingiz kerak. Asosiy eslab qolishingiz kerak bo'lgan narsa nima? 1 bu oq rang, 0 bu qora rang.
Mana shuni eslab qolaylik. Bu sizga keyinchalik kerak bo'ladi. Misol metallikda 0.5liklari yo'q. No, metallikka tegishli emas bu. Bu yerda nima demoqchiman? Misol uchun mana temirni qo'ydik. Temirdan yorug'liklar tushyapti. Qanaqadir yorug'liklar qaytyapti. Roughness keyingisi nima? Roughness 0 da tursa, siz bu silliq такой obyekt bo'ladi. Glyanец deyiladi. O'zbek tilida glyanец nimaligini bilmayman. Короче, oynaga o'xshab turib aksini qaytarib turadi. Mana shu narsa tipa roughnessga tegishli bo'ladi. Matoviy mashinalar bor-ku, quyoshda ham yursa, lekin qop-qora bo'lib ko'rinib turadi. Agar qora matoviy bo'lsa, yorug'lik qaytarmaydi. Mana shu narsa roughness javob beradi. Roughness 0 da bo'lsa, hamma yorug'liklarni qaytaradi. Roughnessni ko'targan sari yorug'lik kelib yutib boradi o'sha yorug'likda. Xo'p, IOR har bir obyektda o'ziga yarasha IOR bor. Buni siz nimada internetda o'zida ko'rib chiqsangiz bo'ladi. IOR nimaligini ham ko'rib chiqsangiz bo'ladi. No, IOR короче, benzinda o'zini IOR bor. Suv tayyorlasa, suvda o'zini IOR bor. Ya'ni qanchalik to'g'ri sizga suv yoki boshqa materialda ko'rsatib berayotganligini isbot ko'rsatayotgan narsa. Xo'p. Alfa ko'rinar, ko'rinmas qilib beradi. Lekin bu materialda ko'rinar yoki ko'rinmas qilib bermayapti. Bu yerda transmission degan narsa bor edi. Transmissionda nastroykalarni ko'rib chiqamiz. Mana shu transmissionga o'xshab turib, transmission bu obyektni o'zini ko'rinmas qilib beradi. Bu yerda sizga shunchaki piksellarini yo'qotib beryapti. Ya'ni piksellarini ko'rinmas qilib beryapti. Bu har doim kerak emas. Ishlatmagan, lekin ba'zida kerak bo'lib qolishi mumkin jarayonda. Xo'p, bu asosiy bazaviy noda. Lekin bundan tashqari yana nodlar bor. Asosiy qanaqa nodlar bor? Misol uchun, keling Shift ani bosamiz va mana qarang. Tekstura uchun alohida nodlar bor va shaderlar uchun alohida nodlar bor. Teksturadan bir ko'rib chiqamiz. Buni birinchi o'rinda men misol uchun noise texture olaman va noise texture'da colorni base colorga bog'lab qo'yaman. Va bu shumda teksturasi va bunaqa qadir-budur shumda teksturasida. Shum o'zbekchasiga shumda. Короче, o'sha teksturasi. Shumda teksturasi nima qilsa bo'ladi? Misol uchun faktorga bog'lab turib, mana faktorni qandaydir o'zgartirsa bo'ladi. Ya'ni lekin buni bizlar yana ham yaxshiroq qilsak bo'ladi. Misol uchun color rampni qo'shsak, color ramp va bu yerda yaxshiroq ko'rinadi. Linear emas, constant qo'shsak, tak mana. Ko'ryapmiz, constant nima o'zi? Constant переход bo'lmaydi, ya'ni birdaniga qoradan oqqa o'tib ketadi yoki oqdan qoraga o'tib ketadi. Linear bu такой silliq o'tishiga javob beradi. Mana qarang, silliq o'tib ketyapti. Xo'p, bu nima qildi hozir? Mana qanaqadir shum paydo bo'ldi. Mana shu shumni bizlar xohlaganimizda o'zgartirib, ko'paytirib, nimadir qilsak bo'ladi. Bu mana shu shumga tegishlidir. Tak, yana nima qilsak bo'ladi bu yerda? Misol uchun mix color bor. Mix colorni tanlaymiz. Misol uchun color A ga nimanidir bog'ladik va buni chiqardik va resultni bunga joylashtirib qo'ydik. Mana birinchi bitta colorni joylashtirdik. Misol teksturalarning har xillari bor edi. Boya ko'rib o'tganingizdek. Buni har birini misol uchun mana bu yerda shift ani bosib turib, teksturalar har birini ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Qaysi tekstura nimaga javob beradi? Mana Gabor texturedan boshlab pastga tushib ketaversiz va image texture alohida u boshqa narsa. Xo'p, colorni bunga bog'laymiz va bo'ldi. Gradientdan yana bitta color ramp qo'shsak bo'ladi. Color ramp va bu yerda o'zi to'g'rilasak bo'ladi. Xo'p, nima qilamiz? Mana. Qarang. Bu yerda mana buni qorani biz o'zgartiramiz qaysidir bir boshqa rangga. Misol uchun mana bu rangga bo'ldi. Ikkita teksturani o'tkazdik, linear emas, constant qilamiz va to'g'rilashni boshlaymiz. Qarang. Mana. Misol uchun obyektga siz xohlaganingizda mana bu gradient nima bu? Bitta obyektga unda qo'shib beryapti mana. Gradientni qo'shib boryapti. Mana bu faktorni bunga bog'lab qo'ysangiz bo'ladi va shunda yana ham nastroykalarni to'g'rilab borsangiz bo'ladi. No, faktorni bog'lamasdan o'zi faktor to'g'rilab borsa yaxshiroq. Xo'p. Nimanidir tayyorladik hozir. Lekin bu ikkalasini mana bunga qo'shdikdan keyin endi yana bitta mix bor. Bu hozir asosiy nima desam ekan, nima desam mix shader emas. Короче, asosiy nodlarni ko'rsatib o'tyapman. Va ko'pincha ishlatilgan nodlarni. Yana bitta shunday qo'shsak bo'ladidan keyin yana bitta qo'shib va bunga bizlar misol uchun boshqa o'zi qaysidir bir teksturani ishlasak bo'ladi. Teksturaga kiramiz yana. No, Voronoi texture'da ishlatamiz. Colorga bog'laymiz va bu yerda o'zi yana o'zgartirish qanaqadir kiritib borsak bo'ladi. Keyinchalik bunga misol uchun glass PDFni qo'shsak bo'ladi. Bu colorni bunga bog'laymiz. PDFni bu yerga bog'laymiz. Mana. Bitta bog'ladik. Endi oxirida mix shaderni bog'lasak ham bo'ladi. Mana, mix shader. Buni principal BZFni bog'ladik va roughnessni ko'paytirib, kamaytirib, IORni kamaytirib,
tak buni kamaytiramiz, bu yerda sal ko'paytiramiz va mana xohlaganda yana qanaqadir o'zgartirishlar kiritsak bo'ladi. Kattartirib, kichkinartirib buni yoki bu holatda kichkina qilib, mana bu glass bu prosta oyna tayyorlab qo'ydikda. Ya'ni mana shu holatda oyna qilib qo'ydik. Xo'p, endi buni render viewportda ko'rib, renderda yaxshiroq ko'rinadi mana. Tak, o'qitishni boshladi o'zi. 1000 emas, 128 ga qo'yib qo'ying, tezroq render qilishni boshlaydi. Mana bu holatga olib keldik. Bunday qilib turib siz teksturani xohlaganday o'zgartirib boraversangiz bo'ladi. Buni o'zingiz eksperiment qilib xohlaganday qilib borsangiz bo'ladi. Xo'p, bu joyini ko'rdik. Tak. Nima qilsa bo'ladi yana? No. Yana bitta narsa normal. Normal ko'pincha ishlatiladi. Misol uchun normalda normal mapda mana bu yerda ham normal bor. Buni qanday o'zgartirsak bo'ladi? Misol uchun noise texture'ni olamiz yana bitta va noise texture'dan bumpga joylashtiramiz. Misol uchun mana bumpga joylashtirdik. Bu yerda factorni heightga joylasak bo'ladi va normalga va buni endi ko'rib boramiz o'zgarishlar qanaqa bo'ladi, nima qilyapmiz o'zi. Xo'p, normalda heightga tak kattartiramiz. Tak buni hamda bosib o'chirib tursa bo'ladi buni. To'g'ridan to'g'ri va buni o'zini bog'layman. Bo'ldi. Tak, men noto'g'ri o'rnatdim. Mana bunda buni olishimiz kerak. Buni kopirovать qiling. Factorga bu yerdan colorni bunga. Mana qo'shdik. Nima qiladi bu? Constraint, B-spline. B-spline linearda. Shu. Linearni salgina ko'paytiramiz va bu qalinlikda berib chiqadi. Misol uchun mana bu yerda distance salgina kamaytirib. So, mana bunaqa bu yerda juda kuchli bo'lgan distance kamaytiramiz. Xo'p, distance kamaytirdik va manimcha bo'ladi. Strange deb salgina kamaytirsak bo'ladi. Xo'p, bu nima qildi? Mana bunaqa qatir-butir narsani paydo qilib berdi. Shaderni bunga bog'laymiz endi. Buni ham yoqib qo'yamiz va bo'ldi. Boyagi narsaga prosta qatir-butirlikni qo'shib berdi. Faktorda mana sal 0.5 deydi, 0.5 ga qaytarib qo'yamiz va bo'ldi. Mana bunaqa qatir-butir qo'shib beryapti. Lekin bu haqiqiy tekstura emas. Bu yerda yaxshilab qarasangiz bu haqiqiy emas. Buni bu yoqqa o'tkazib, joyini ham o'zgartirsa sal boya ko'rganingizdek holatlar o'zgarib boraveradi. Xo'p, mana bu yerda hozir men bu qo'shgan narsam bu teksturaga hech qanaqa o'zgartirish kiritmaydi. Bu shunchaki taxminiy mana shunaqa bir holatni olib kelib beradi. Ya'ni sizga qanchadir bir poligon yoki vertex qo'shilganligini ko'rsatadi. Xuddi qarang. Nima demoqchiman? Buni hozircha o'chirib turing. Qarang. Bunga bizlar mana bu qadir-budirlik qo'shdik-ku. Bu haqiqiy emas. Bu shunchaki ko'rsatishga harakat qilyapti. Buni haqiqiy qilish uchun boshqa narsa bor. Misol uchun displace bor. Displacement mana displacement degan narsa bor va bunga ham xuddi shunday mana bu ikkalasini olib turib shiftda kopirovать qilamiz. Buni colorda qaytga bog'ladikmi? Shu. Da. Buni displacement deb yerga o'tkazsak, buni o'chirib turamiz. Bunda o'zi haqiqiy narsa ya'ni haqiqatdan o'zgaryapti. Bu yerda bu narsa kattarib yoki kichkinarib boryapti. Tak. Mana bu yerda haqiqatdan paydo bo'lyapti. Mana bu displace bu sizni geometriyangizni haqiqatdan buzib chiqaryapti narsalarni. Ya'ni tushuntira oldim deb o'ylayapman, lekin tushuntira olmagan bo'lsam, misol uchun mana buni olikdaniga sculptga o'tdik. Mana bu yerdan olib turib bizlar qandaydir mana buni ishirib chiqaryapman-ku. Mana buni qandaydir ishirib chiqaryapman va men buni geometriyasini buzyapman. Geometriyani buzyapman degan paytda mana bu joyini aytyapman. Ya'ni mana geometriyasini qiyshaytirib tashlab bundayroq chiqyapman va mana shu holatda bu yerga paydo bo'lyapti boyagi narsa. Lekin bizlar shadingga o'tsak, displacement geometriyani buzib har xil qiyshiqliklar paydo qilib beradi. Normal buzmasdan imitatsiya qiladi, aldaydi. Shunaqa narsa. Xo'p, mana bu holatda yana bitta qo'shib ko'ramiz. Va geometriyani o'zi ham buzilib ekanligi sezilyapti mana bu yerda. Shu geometriya yetmay qolyapti va bu qandaydir buzilib, nimadirlar bo'lib ketyapti. Buni ko'paytirib, buni kamaytirib, mana shu holatlarni ko'rib borsangiz bo'ladi. Xo'p. Tak. Asosiy narsalar shu edi.
hozircha shu. Keyinchalik agar bu narsani siz endi materiallarni xohlaganingizdek o'zingiz sahnadan tayyorlab chiqdingiz va yorug'liklarni qo'shib chiqish kerak. Shift A ni bosasiz, light, area light tayyorlab, bunday qilib. Shift light spotlight GZ. Buni oldindan bunday qaratib salgina kattartiramiz, bu yerda sal yorug'lashtiramiz, buni ham sal yorug'lashtiramiz. Buni sahnaga qarayapmiz, anchagina yorug' bo'ldi. Va buni yana bitta asosiy narsalardan bittasini ko'rib chiqing. Misol uchun bizlar Shift A plane Shift A kubni tanladik va kubni kattartirdik. Mana bunday kattartirdikdan keyin dimka degan narsa borda. Misol mana bu yerda teksturada shaderda Shift A ni bosdik, shaderda volume degan narsa bor. Principal volume degan narsa bor. Bu alohida, bu o'zi kerak emas. Bizlarda agar volume da ishlaydigan bo'lsak, bu kerak emas. Volume da surface ga emas, bu safar volume ga bog'laymiz va 0 ni bosib kameraga kiramiz. Nima qilamiz? Density ni kamaytiramiz. Density ni salgina ko'paytiramiz. Endi nima qildik? Mana bunaqa tutun paydo qildik. Endi bu tutunni yarkiroq va aniqroq ko'rinishi uchun mana bunday qilsak, endi bu yerda nastroykasini tushirdim. Boshqa svetlarni o'chirib qo'ysak ham bo'ladi hozircha. Misol buni o'chirdim. Mana buni qoldirgan mana. Ko'rsangiz haqiqatdan mana shu tutun tushib turgandek bo'lyapti-da mana bu yerda. Mana haqiqiy tutun tushib turgandek bo'lyapti. Buni salgina ko'paytirsangiz mana. Ko'paytirib tashladik, juda ham ko'p bo'ldi. Buni nastroykasida yana ham kuchini ko'paytirsak, mana bu yerga yana nollar qo'shib chiqdi mana. Juda ko'p nol qo'shib yuboribman. Bunday qildik. Mana bu holatda sizga sahnasiga mana shunaqa tutunli joyda qanaqadir yorug'lik tushib turganligini ko'rsatsa bo'ladi. Bunga xuddi shunday bu ikkinchi obyektga ham bunday yorug'lik qo'shasiz, juda ko'p. Mana misol uchun mana bunday va buni gradusini, ya'ni mana bunaqa yorug'lik berib turibdi. Buni bitta joyga qaratsangiz, mana shunday o'zgartirsa bo'ladi. Hop, yana bitta nol. Mana buni hozircha o'chirib turamiz mana. Mana bunaqa yorug'likni tushirib tursa bo'ladi. Bu yerda endi density hozir ko'p. Densityni sal tushirsak, yorug'lik ko'payib ketadi. Yoki-da densityni juda ham yana ham ko'paytirsak, u umuman yorug'lik ko'rinmay qoladi. Короче, salgina tushiramiz. Bu area lightni kuchini kamaytiramiz endi. 500 100larga tushirib qo'ydik mana. Mana shu holatda qanaqadir bir yorug'likdan svet qaytib turganligini ko'rsatib borsangiz bo'ladi. Va buni boya aytgandek mana bu yerda bu svetni o'chirib qo'yamiz. Render image ga berganimizdan keyin mana shunaqa yorug'likdan tushib turadi. Nimadir yorug'likdan tushib turgan bo'ladi va buni image сохранить qilib qo'yasizlarga bo'ldi mana. Save as va saqlayib qaysi papka ekanligini tanlab qo'yasiz. Короче, endi bir suhbat qilsak, ya'ni gaplashib olsak, muhim narsa. Bu narsalarni bilib turib nima qilsa bo'ladi? Bu narsani bilib turib siz keyinchalik xohlasangiz modelingga o'tib ketsangiz bo'ladi, xohlasangiz animatsiyaga o'tib ketsangiz bo'ladi. VFX ga продуктовая vizualizatsiya, ya'ni qaysidir bir tovarni misol motion design deyiladi. Motion designda reklamalarni qilsangiz bo'ladi. Короче, Blenderda asosiy qayerda qanaqa tugmalari bor, bu narsani tushunib oldingiz. Borib turib xohlagan darsliklarni ko'rsangiz bo'ladi endi. Blenderda tushunasiz, Blenderdan anchagina narsani bilasiz. Xohlagan darsligingizni ko'rsangiz bo'ladi va o'sha darslikda rus tilida bo'ladimi, ingliz tilida bo'ladimi, tushunmasangiz ham tarjimon qilib qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Qaysidir bir tilda bilsangiz yaxshi, menimcha bilmayman. Yandex brauzerida ishlatsangiz, Yandexda videoni avtomatik tarzda perevod qilib beradi sizga. O'sha narsani ko'rsangiz bo'ladi. Ko'rib bemalol o'rganib boraversangiz ham bo'ladi. Qaysi yo'nalish qiziq bo'lishidan qat'iy nazar. Muhimi o'rganing. Bahona qilib o'tirmang. Men o'rgana olmayapman, menga vaqt yo'q yoki endi vaqt yo'q bo'lsa bu qiyin, lekin vaqt toping, o'rganing. Kratko, ya'ni qisqacha qilib aytib o'tganda, Blender juda katta dastur, juda ko'p narsalar qilsa bo'ladi va buni qilish uchun shunchaki praktika kerak. Ko'proq praktika qiling, takrorlang va oxirida siz o'sha boshqalar sizda dizayningizni ko'radi, renderingizni ko'radi, ilhomlangan darajaga kelsin. Ya'ni, men ham shunaqa darajada bo'lgim kelyapti, men ham shunaqa darajadagi videolarni tayyorlagim kelyapti deb turib. Ilhomlantiring odamlarni, o'zingiz ham ilhomlaning. Shu Blenderda tanladingizmi? Shu borgan joyingizga toshday qoting. Keyin nima? Like, kommentariy, podpiska, hamma narsani bosib tashlangizlar. Video uzun bo'ldi, menimcha birinchi kanalimda bu darajada uzun video bo'ladi. Reaksiyani shunga yarasha kutib qolaman. Qanday, nima
nima qilish kerak. Va yana bir suhbat, ya'ni suhbat bu nima? Yozib qoldirsangiz nima qiyin bo'lyapti, nimalarni o'rganishingiz qiyin bo'lyapti. Man boshida aytib o'tmadim, lekin shu joygacha menimcha kamdan kam odamlar ko'rib boradi. Endi oxirigacha kamdan kam odam ko'radi. Lekin aytib o'tay, yozib qoldiring qanaqa muammolaringiz bor va o'sha muammolaringizga qarab turib, darajangizni ko'rib, bir Telegramda balkim yozisharmiz va yozishib turib, bitta odamga bir hafta davomida men o'zim o'rgatib boraman. Bir hafta davomida, lekin kamida bir 3-4 soat vaqtini topish kerak. 3-4 soat vaqtini topib, ya'ni bir hafta ichida 3-4 soat emas, umuman olganda bir kunda bir hech bo'lmaganda bir 3 soat vaqtini ajrata oladigan bo'lsa, 3 soat suhbat qilib dars короче 3 soat davomida ish qilib o'tirmaydi. Umuman olganda men misol uchun bir qisqa qanaqadir dars o'tib beraman, mana bu muammolaringizni yechish mumkin deb turib ko'rsataman. U kishi tayyorlaydi. Shu, короче yozib qoldiring. Bir kishini tanlab, o'sha kishi bilan bir haftani ichida yangiroq darajaga olib chiqishga harakat qilaman. Shunaqa gaplar. Mashatilla, shunaqa gaplar. Soatga qaranglar 5:41. Ertalabki tong saharga 5:41. Shu uchun o'zim bunday qilishim kerak. To'xtanglar. Mana shu holatda suhbatlashishimiz kerak edi. Короче, soat 6 bo'lyapti, ertalabki 6. Mashatilla, shunaqa gaplar. Davom esimda emas ekan. Короче, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'rganishda to'xtamangizlar va asosiy narsa o'rganingizlar nimanidir o'rganingizlar, nimadir qilingizlar. To'xtab qolmangizlar. To'xtab qolsalaring kechqurun oldilaringga kelaman degan mana shu qo'shiqni aytib beraman. Davomini bilmayman, faqat shu joygacha aytaveraman. Shuning uchun o'rganingizlar. Rivojlaningizlar. Xayr.